Mashinangizni probegi kam bo'lsa, полный ходовой qilib yuborish shart emas. Mashinangizni probegi 50 ming yurgan bo'lsa, 4 ta amortizator bilan rechegini, sali blogini almashtirsa bo'ldi. Shun bilan mashina dodda bo'ladi. Mana bir xil aytadi-yu, полный qilib yuborish kerak, uni qilib yuborish kerak, uni qilib yuborish kerak. Shu 6 ta narsa bilan mashina ideal bo'ladi. Shart emas. Shu qolganlari o'sha lishniy расход bo'lib ketadi. Полный qilib ber deydi-yu bir xil. Biz lekin полный qilmaymiz. Sababi orqa old amortizator rechega bilan mashina ideal bo'lib qoladi. Sirraz o'zgaradi, sirraz cho'tki bo'ladi. Sababi probegi kam. Qolgan o'zining narsalari cho'tki bo'ladi. Shuni hisobiga mashina sirraz zo'r bo'lib qoladi. Bir xil telefon qiladi-da, полный ходовой qilib beringlar, Malibu kam probegi uchun. Lekin biz qilib bermaymiz, sababi qolgan narsalar o'ziniki cho'tki bo'ladi. Probegingiz masalan 100 mingdan oshib ketsa, uni qildirsangiz bo'ladi. Stabilizator, tulkalarni, balki rezinka, orqa qilish rezinka, ya'ni keturadi, dali keturadi. Qolgan hadoylarni ham qo'shib qildirsangiz, to'g'ri probegingiz katta bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Lekin kam probegga kerak emas. Bu videoni Malibuda probegi kam bo'lib, полный qilib beradigan aka-ukalarga jo'natib qo'ysanglar, inshaalloh video manfaatli bo'ladi.